Trampning muavin prezidentlik nomzodi J.D. Vance kim? J.D. Vance 8 yil ilgari Sahroliq To'mpayning Marsiyasi degan kitobi bilan Amerikada tanilgan edi. Amdilikda u sobiq prezident Donald Trumpning muavin prezidentlik nomzodiga aylandi. Trump o'zining shaxsiy ijtimoiy aloqa supsi bo'lmish Truth Social'da J.D. Vance'ni muavin prezidentlik nomzodligiga tanlaganligini e'lon qildi. J.D. Vance Ohio shtatining Middleton shahrida tug'ilgan bo'lib, dengiz armiyasining quruqlikda jang qilguvchi qismida vazifa o'tagan. Keyin u Ohio shtatlik universitetida o'qigan va oxirida Yale qonun institutini bitirgan. U bir mezgil shirkat advokati bo'lgan. Keyin texnika sohasidagi tavakkulchi kapitalistga aylangan edi. 2016-yili J.D. Vance o'zining Sahroliq To'mpayning Marsiyasi nomli aslimasini e'lon qilgan bo'lib, bu aslimada uning Amerikaning Rus balog'idagi nomrodlikda hamda zo'ravonlik va zaharlik chekimlikning vahimasida o'sib yetilish hikoyasi bayon qilingan. Oxirida 2016-yildagi saylamda J.D. Vance taratqular bilan dod balbig'idagi xalq o'ttirsidagi elchiga aylanib, o'zinikiga o'xshash orqa ko'rinishga ega kishilar ko'ngil bo'ladigan masalalarni tilga ilishga boshladi. Bu mezgilda J.D. Vance Trumpga bo'lgan yirginishini aniq o'ttirg'a qo'ydi. U 2016-yili Charlie Rose'ning ziyoratini qabul qilganda o'zining mangu Trumpni qo'llamaydigan odam ekanligini aytgan edi. 2016-yili 8-oyda u ABC xabarlariga Trumpning hech qancha hal qilish chorasi o'ttirg'a qo'yilmaganligini bildirdi. Vaholanki, J.D. Vance oxirida Trump bilan bir safdan o'rin ilib, uning prezidentlik mezgilidagi ifodasini maqtadi va 2021-yili 7-oyda Fox xabarlarining ziyoratini qabul qilganda ilgari Trumpni ayblaganlik uchun kechirim so'radi. J.D. Vance'ning kechirim so'rashi uning Ohio shtatining Kengash palata a'zosilik raqobatida qatnashgan vaqtlarga to'g'ri kelgan bo'lib, bu 2022-yildagi saylam davridagi Cumhuriyetchilar partiyasining raqobat eng keskin bo'lgan dastlabki saylam bo'lib qolgan edi. J.D. Vance 2021-yili Fox xabarlarining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi: "Men o'zimning ashundaq tanqidlarni qilganligimni to'liq samimiylik bilan e'tirof qilaman. Men shunday qilganligimga pushaymon qildim. Men bu odam, ya'ni Trump haqida xatolashganligimga pushaymon qildim." Trumpning eng oxirgi paytdagi qo'llashi bilan J.D. Vance 2022-yildagi Ohio shtatining Kengash palatasi a'zosilik dastlabki saylamida va oxirida cho'ng saylamda g'alaba qilib, Demokratlar partiyasining Ohio shtatidagi nomzodi Tim Ryanni mag'lub qildi. Kengash palata a'zosi bo'lgan jarayonda uning eng diqqat tortgan xizmatlarining biri uning yurtidagi Sharqiy Falastin poyezining relsidan chiqib ketishiga qaytargan inkosi bo'ldi. U yana qattiq qo'l konservativlik obrazini saqlab keldi. Jumladan, Ukrainaga yordam berishga qarshi turdi. J.D. Vance 2024-yildagi saylam davrida sobiq prezident Trump uchun aktiv vakolatchilik qilib, saylam faoliyatlariga qatnashdi va Trumpning qayta saylanish faoliyati uchun pul to'plashga yordam berdi. J.D. Vance yaqinda Ohio va Kaliforniyadagi iyon to'plashga qatnashdi. Trump dushanba kuni J.D. Vance'ni muavin prezidentlik nomzodligiga tanlaganligini e'lon qilishdan ilgari, J.D. Vance Trumpning bo'lg'usi saylam amroyiga aylanish jihatidagi tekshirish jarayoni haqida sukutda turib kelgan edi. U 5-oyda ovozliq blogda o'zining yaqin do'sti, ya'ni Trumpning o'g'li kichik Donald Trumpga agar uningdan sobiq prezident Trumpning saylam amroyi bo'lish talab qilinsa, saylamga yordam berish uchun qo'lidan keladiganligi tirishchanlikni ko'rsatadiganligini aytib, mundaq degan edi: "Men senga dedim, ko'pchilikkim aytdim. Qo'limdan kelishicha dadangga yordam qilishni o'ylayman. Albatta, agar u mendan yordam so'rasa, uningga albatta yordam qilg'im bor.